Bilasanmi? Futbol tarixida juda kam futbolchilar burchak zarbasidan to'g'ridan-to'g'ri gol urishga muvaffaq bo'lgan. Mana buni uddalagan 5 afsona. Va birinchi o'rindagi futbolchi buni hatto bir o'yinning o'zida 2 marta qilgan. 5-o'rin Thierry Henry, fransuz nafsligi. Major League Soccer'da u burchak zarbasidan gol urib, muxlislarni hayratga soldi. Toza va aniq zarba, xuddi uning butun faoliyati kabi. 4-o'rin Son Hyung-min, Janubiy Koreya chaqmog'i. Uning kutilmagan uslubi va portlovchi tezligi unga burchak zarbasidan gol urishga yordam berdi. U bilan imkonsiz narsa ham haqiqatga aylanadi. 3-o'rin Angel Di Maria, hal qiluvchi o'yinlarning qahramoni. Keskin bahsli Copa Amerikada u burchak zarbasini haqiqiy san'at asariga aylantirib,